Pennywise Maniac ikkinchi qismiga xush kelibsiz. Siz agar Pennywise meni o'ldirmoqchi birinchi qismni ko'rmasangiz, bu videoda nimalar bo'lyapti shuni tushunmay qolishingiz mumkin. Yoqimli tomosha tilayman. Men qayerdaman? Yum. What the fuck? Ay basham. Nima balo bo'ldi menga? Hammaga salom, mening ismim Benny. Va menga yaqinlashma Pennywise. Menga yaqinlashma deyapman senga. Sen meni do'stimni o'ldirding. Men hali sendan qasos olaman, yaramas. Men hali seni o'ldiraman. Bolalar, kommentariyada Benny senga omad. Hali sen Pennywise'ni o'ldirasan deb yozib qolding va bu videomizga birdan like va obuna bosib qo'ying. Iltimos. Hozir men bu yerdan qochib ketishim kerak va men undan qasosimni olishim kerak. Axir u meni do'stimni o'ldirdi. Ha. Yaxshi, hozir bu yerdan chiqib olamiz va meni qayerlarga olib tashladi bu? U meni o'z qishlog'imdan olib ketgan shekilli bu. Ha, shunday. Hali mendan ko'rasan sen, yaramas. What the fuck? Meni quvlayapti. Qoch. Yaxshi, tez. Yumayo. Bo'l tez. Ya, mana 13-chi qishloqqa olib kelib qo'ygan ekan meni. Ay, oyog'im. Nima balo qilding sen meni, yaramas. Davay, tez. Yaxshi, bu yerda hech kimsa qolmagan shekilli. What the fuck, bu yerni qoch, meni quvlama. Yo'q, menga yaqinlashma. Yo'q. Jonursin. Bu meni qayerlarga olib tashladi? Yo'q deyapman. Yo'q. Ketdim bola. Mana ko'rishingiz mumkin, u meni do'stimni o'ldirgan axir. Men qanday qilib chidab tura olishim mumkin? Men axir u meni do'stimni o'ldirgan bo'lsa ham men undan qochib yuribman. Hali men uni o'ldiraman, yaramas Pennywise. Albatta mendan hali ko'radi u. Hozircha esa men kelib ularni tekshirishim kerak. Yo'q, biz qurollar topishimiz kerak, bolalar. Aks holda u bizni ham o'ldiradi. Mana shu yerlarda qurol bo'lishi kerak. Bu yerlarda yo'qmikin? Yo'q. Mana hozir mana kompotning uyida bordir, ha? Kompotning uyida qurollar bo'ladi-ku. Hozir lekin bu faqat mana shu yerda bo'lishi kerak. Obunachilar, shu yerda qurol bo'lsa hozir men uxlab turishim kerak. Bunda yotish adolatga kirmaydi. Hozir men qurolni topib, u maniakni yo'q qilishim kerak. Hozir biz shu yerdan qurollarni topib olishimiz kerak. Jonursin, hozir tashqariga chiqib kelay. Yo'q. Yaramas. Qoch. Buncha dahshatli bo'lishi shu. Qayoqqa ketganda bu bolalar? Nahotki shuni men yo'q qila olmasam, u meni o'ldirib yuborsa, men qurol topishim kerak-ku bolalar. Hozirroq biz lekin ko'chada yurish xavfli bo'lib qolgan. Biz faykil olamiz va bolalar, endi unga qarshi kurashish payti keldi degan umiddaman. Iltimos bolalar, shu videoga birdan like va obuna bosib qo'yinglar. Men uyga ketdim. Yaxshi bolalar, men ajoyib narsa topdim va hozir mana shu yerda qurol bor ekan. Hozir kravatni bu yoqqa olib qo'yamiz, mana shu yerga va ochamiz. Yo'q, uxlama. Mana bo'ldi. Endi hozir ay, mana. Yaxshi. Katana, ajoyib. Jonursin. Voy parasat. Bu yerda axir patron yo'q-ku bolalar. Endi nima qilamiz? Faqat qo'rqizishga bo'lsa bo'ldi-da. Axir biz mana shu yerda yordam so'rab ko'raylik-chi. Voy. Yo'q. Yaqinlashma. Qoch. Ay, yo'q, ish qilib qoldi. Tegma. Otaman, yaqinlashma. Oyani sindir. Ay, qo'lim qonyapti. Bolalar. Ay. Jonursin. Ay, qoch. Hali men seni o'ldiraman.
Yo'q. Axir bu nimasi? Jin ursin, yomg'ir ham yog'ib yubordi. Ha, bu nimadadir eslatyapti. Do'stimning qazosini men olishim kerak. Albatta, qoch, yaqinlashma. Mana, qoch. Axir unda qurol bor. Nimaga men qochib yuribman desangiz, hozir men uni chalg'itaman va bir uyga qamab uni o'ldiraman. Hozir yaxshi mana shu yerga qamaymiz va davayte ke. Hop. Qoch, qamab qo'y. Shu. Hop, mana. Bo'ldi. Iltimos, eshikni och. Men sen do'stingni bilmasdan o'ldirib qo'ydim. Seni ham o'ldirmayman. Iltimos, meni kechir. Iltimos sendan Benny. Bo'ldi, senga endi zararim tegmaydi. Men pushaymonman. Axir do'stingni o'ldirmoqchi emas edim. Bolalar, nima qilamiz? Kechiramizmi? Davay, odam kechirimli bo'lish kerak, lekin meni yo'q. Ay, jin ursin. Men senga ishongan edim-ku. Axir nima balo? Mana. Men qayerdaman? Jin ursin. Ay. Oh my god. Meni ko'mib tashlabdi-ku, bu yaramas. Yaxshi, biz loy olib olamiz. Davay, tez. O'zimda ham loy bo'lishi kerak edi. Shunaqangi oyog'im og'riyapti, qo'lim ham qonib yotibdi. Jin ursin. Mana 15 ta yer, diris. Men hali do'stingni va seni o'ldiraman. Ikkingni qabring bir yerda albatta turadi, Benny. Qayerga qarab folashding sen yaramas. Men seni o'ldiraman hali. Yaxshi. Bitta yo'q. Nimaga axir? Men do'stim, aynan meni do'stim. Bolalar. O'sha manyak hali men albatta o'ldiraman. Va hozir yo'q. Qoch. Yaxshi, tez. Davay. Oy, oyog'im. Yaxshi. Davay. Hozir. Mana kelyapti. Hali o'lasan, Benny, qochib yurma, yana emas. Mana qayerga qarab folashding deyapman. Jin ursin, yo'qolib qoldi. Ay, qoch. Hozir mana. Qurolingni tashla, yaxshilikcha yaramas. Mayli, sen meni yengding. Lekin men hali o'lmayman. Qoch, qurolni ber deyapman men senga. Qurolni tashla tez. Mayli, al. Yaxshi. Endi meni hoziroq uyga bor. Meni uyimga borasan-da. Ya'ni Kompotning uyiga borasan. Men seni o'sha yerda albatta o'ldiraman. Yaramas, hozir bormasang, ya'ni ovora bo'lasan, sen meni o'ldira olmaysan. Yo'q, buni ovora bo'lamanmi, ovora bo'lmaymanmi? Senga nima qizig'i bor? Sen meni axir do'stimni o'ldirding. Nima qilganingni bilasanmi? U mening eng yaqin do'stim edi. Men seni qamab qo'yaman va hozir uxlab turishim kerak. Oy, yaxshi. Tur o'rningdan yaramas. Tur deyapman senga. Hoy. Seni ko'mib qo'yaman. Tur deyapman. Mana turdingmi? Yaxshi. Endi tashqariga chiq. Men seni o'ldiraman hali. Yaramas, Pennywise. Qochma, qayoqqa qochasan? Benny, ovora bo'lasan. Hali men seni do'stingni o'ldirdim va seni ham o'ldiraman. Qayerga qarab folashding? Hozir men seni o'ldiraman, yaramas. Hop. Ay, mana senga. Jin ursin, u qayerga yo'qolib qoldi? Ha, axir unda yo'qolib qolish qobiliyati bor. Jin ursin. Qayoqqa? Axir bu adolatdan emas. Qayerda u? Jin ursin. U qayerda bo'lishi mumkin? Bolalar. Ha, hozir men uxlab turishim kerak, lekin hali uni o'ldiraman, chunki hozir kim? Kim bo'lishi? Axir yo'q. Hech kim yo'q. Qayerga ketgan ekan bu? Voy, nimaga ochdim? Axir bu qishloqda Pennywise'dan boshqa hech kim yashamaydi-ku. Axir u hozir hammasi boshqacha bo'lganda nima bo'lar edi? Yaxshi, men uxlab turishim kerak. Ertaga bu yerdan ketaman. Jin ursin, u manyak meni tushimda o'ldirdi. Axir, yo'q.
Aha, yo'q, yaqinlashma deyapman men senga. Hali men sen qoch. Ket. Hozir yo'q, men axir sen qurolingni olib qo'ygan edim-ku. Jin ursin. Men seni qurolingni olgan edim. Qanday qilib qaytarib olding? Jin ursin. Meni qurolim. Qoch. Voh, u qayerga ketdi? U qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Ay, oyog'im. Davay, kel. Birga bir. Kela olasanmi? U qayoqqa ketgan bo'lishi mumkin, bolalar? Yaxshi. Jin ursin. Obunachilar tanish ovoz. Nahotki. Qoch. Yo'q, mana senga mana senga. Opa, sen yaramasini hoziroq o'ldiraman. Mana, sen shuncha odamni o'ldirgansan. Mana. Ay, burma. Ay. Mana sen. Qayoqqa qolib qoldi? Bolalar, menimcha uni o'ldirdim. Chunki u juda ham og'riyapti degan edi. U endi o'ladi, bolalar. Lekin hali u qaytib kelishi ham mumkin. Unda sizlar bilan qisqa vaqt ichida Beni